Bugun biz taomni ustida bunday rekord qo'yib, bunday qo'shtirnoq ichidagi g'alabalarni nishonlayotgan bir paytda dunyoning qaysidir burchagida insonlar insoniyat uchun kerakli bo'lgan kashfiyotlarni, ilmlarni qilishmoqda. Bir paytlar ota-bobolarimiz butun yer yuziga ilm borasida ustoz bo'lgan, butun yer yuziga ta'lim bergan, insonlar rivojlanish va yaxshiligiga hissa qo'shgan. Bugun biz esa u ota-bobolarimizning ismidan boshqa hech narsasini bilmaymiz va ular qaytargan, ular bu ishni qilishlikdan hazar qilgan ishlarga qo'l urayapmiz. Mana shulardan bittasi kilolab oshni, kilolab besh barmoqni va bir qancha taomlarni qorin to'ygandan keyin ham ular holatda og'zidan ko'pigi kelib, og'zidan suv keladigan holatda yeyishni. Esingizdan chiqarmang. Hayvon boqqanlar biladi. Agar qo'yning yo molning oldiga ozuqa qo'ysangiz, qorni to'ygandan keyin boshqa yemaydi. Siz qilayotgan ishni hatto hayvonlar ham qilmaydi.